50 mingga mebel, texnika, remont hamma narsasi bilan 2 sotuvli uchastkamizni baraka qilsanglar bo'ladi. Uchastkamiz 2 sotuvga tushgan. Mana shunaqa tambur bo'ladi birinchi, oynali zona. Bu yerdan kiramiz. Hol, katta hol bo'ladi. Studio formatda ishlatilgan. Mana shunaqa ugolok mebellari ham bor. Mana bu tarafda kuxnyasini qaranglar, kattaligini. 100% mebellari qoladi. Bu tarafda mana bitta katta zal qismi bo'ladi. Qaranglar. Kattagina qilib, chiroyli qilib qo'yishgan. 50 mingga lekin gap yo'q, videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Tezroq olib olish kerak bu uchastkani to'g'risi. Ikkita spanni mana, spanni. Mana shu spanni naborlari ham qoladi. Chiroyliligini qaranglar. Shunda kiyimlar bilan kelib yashaysizlar. Bu uchastkamiz Nazarbek tekstilda joylashgan. O'zi mendanchi har kuni so'rashadi. Mana shu kvartiramni sotdim, puliga bitta mashina olishim kerak, keyin kichkinaroq kottej, chetroqdan bo'lsa ham mayli deydiganlar bo'ladi-yu. Shunaqalarga ideal variantda. Men bitta hammaga aytib o'tirmadim. Bittada videosini chiqarib yubora qoldim. Har doim shunaqa qilaman, bilasizlar. Ko'rgan videoni olgan odam olib qoldi. Bilasizlar-ku, men har doim ochig'ini aytaman. Mana shunaqa yo'lak bilan kiriladi. Qaranglar, bonusiga 3 ta xonadan tashqari, mana shu xonani tagi polniy podvol qilingan. Bu tarafda mana hovlisi bor, orqa tarafida bemalol tapchanli zona qilsanglar bo'ladigan katta joyi bor. 2 sotuvga qurilgan, 50 ming narxi.